Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilari. Barchangizni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandman. Bugun sizlar uchun ortimda turgan Changong avtomobil zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan mini gruzavikni obzor qilib bermoqchiman. Ushbu mini gruzavik Victor Kator modeli hisoblanadi. Videomizni boshlashdan oldin kanalimiz rivoji uchun albatta laykingizni ayamaysiz degan umiddaman va obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Endi esa videomizni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli vatandoshlar, Victor Kator modeli bu qo'sh kabinali va qo'sh ballonli mini gruzavik bo'ladi. Bu mini gruzavikda 1.6 lik motor joylashtirilgan. Motor 122 ta ot kuchini o'z ichida jamlagan. Benzinda harakatlanadi. Bundan tashqari bu motorga siz bemalol metan, propan o'rnatsangiz bo'ladi. Juda ham mustahkam motorlardan biri bo'ladi. Ertaga esa zapchastini qidirib yurmaysiz, chunki O'zbekistonda ushbu mini gruzavikka zapchast serob. Hurmatli obunachilarimiz, albatta ko'rinishiga bir marta baho bering. Nima mashinani sizlarga eslatyapti? Albatta gelga o'xshab ketadi. Xitoyliklar har narsani qilaveradi chiroyli bo'lish uchun. Nima dedingiz? Bakovoylarimiz ham juda ham kattagina, bemalol o'zingiz uchun mana bu orqa tomonni ko'rish qulay bo'ladi. Pavorot chiroqlarimiz ham bakovoy yon oynalariga o'rnatilgan. Qo'sh kabinali bo'yi aytib o'tdik. Bortini razmeriga keladigan bo'lsak, ya'ni hajmi buni bortini razmeriga keladigan bo'lsak, uzunligi 2,55 cm ga teng bo'ladi. Eni esa 1,70 cm tashkil etadi. Bemalol xohlasangiz bunga tent, xohlasangiz buni furgon variantida ham ishlatsangiz bo'ladi. Endi esa bu mini gruzavigimiz 2-3 tonnani bemalol ko'tara oladi. Dokument bo'yicha esa 2 tonna yozib beriladi. O'zingiz bemalol qo'rqmasdan yuk bo'lsangiz bo'ladi. Ushbu yuklarni ko'tarish uchun esa albatta mustahkam shassi bo'ladi bunda. Har bitta detallari, zaklopkalari zavod tomonidan eng yuqori sifat bilan chiqarilgan. Ballonlariga ahamiyat beramiz. Ballonimiz 14 radiusli bo'ladi. Razmeri esa 185 R14 LT ballonlar o'rnatilgan. Demak, juda ham zo'r risor bo'ladi. Qo'shimcha 6 tali risor. Oldi qismi ham xuddi shunday. Bunda ABS, tormoz tizimlari barchasi mujassam. Keling endi salonini ko'rib chiqamiz. Demak, hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar, rulimiz elektrousilitilli rul bo'ladi. Multimedia tizimi barchasi mujassam. Ushbu mini gruzavigimizda yuqori tezlik 160 km/soatgacha bo'ladi. Zavod tomonidan monitor o'rnatilgan, pechka, konditsioner 100% ishlaydi. Juda ham mustahkam. O'rindiqlar soniga keladigan bo'lsak, oldi qismida 2 ta kishi, orqada esa 3 kishini sig'dira oladi. Korobkamiz mexanika bo'ladi, 5 uzatmali, juda ham mustahkam. Bardachok, bundan tashqari o'zining maxsus joylari bor. Narsa qo'ysangiz bo'ladi. Juda ham mustahkam, ajoyib. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar, Victor Kator modelimiz hozirgi kunda $18,000 bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Yana bir yangilik, 50% ni to'lab, ya'ni $9,000 to'lab, qolgan 9,000 ni 12 oyga hech qanday penya va foizlarsiz bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Pastdagi raqamlarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi, batafsil ma'lumot beramiz va kompaniyamizga tashrif buyuring. Barchangizni kutib qolamiz.